Yuzingizdagi dog'lar bir xil emas. Aynan qaysi biri siznikiligini bilasizmi? Quyosh dog'i, akne izi va gormonal pigment. Tashqaridan hammasi shunchaki dog' bo'lib ko'rinadi, lekin ularga yondashuv har xil. Akne izi. Agar ugri ketgandan keyin iz qolgan bo'lsa, avvalo yangi ugrilarni nazorat qilish kerak. Quyosh bilan bog'liq pigment esa SPF parvarishning eng muhim qadamlaridan biri hisoblanadi. Gormonal omillarga bog'liq bo'lsa, faqat kremga tayanib qolmasdan sababini ham hisobga olish kerak. Shuning uchun dog' uchun krem bering deb so'rashdan oldin dog'ingiz qaysi turga mansub ekanligini aniqlab oling. Qizlar, sizlar qanaqa dog'lar bilan kurashib kelyapsizlar? Keyingi videolarda har biriga aynan qanday parvarish muhimligini aytib o'taman. Kuzatishda davom etinglar. Yuzingizdagi dog'lar bir xil emas. Aynan qaysi biri siznikiligini bilasizmi? Quyosh dog'i, akne izi va gormonal pigment. Tashqaridan hammasi shunchaki dog' bo'lib ko'rinadi, lekin ularga yondashuv har xil. Akne izi. Agar ugri ketgandan keyin iz qolgan bo'lsa, avvalo yangi ugrilarni nazorat qilish kerak. Quyosh bilan bog'liq pigment esa SPF parvarishning eng muhim qadamlaridan biri hisoblanadi. Gormonal omillarga bog'liq bo'lsa, faqat kremga tayanib qolmasdan sababini ham hisobga olish kerak. Shuning uchun dog' uchun krem bering deb so'rashdan oldin dog'ingiz qaysi turga mansub ekanligini aniqlab oling. Qizlar, sizlar qanaqa dog'lar bilan kurashib kelyapsizlar? Keyingi videolarda har biriga aynan qanday parvarish muhimligini aytib o'taman. Kuzatishda davom etinglar.